Qurban Mamut. Qurban Mamut Uyg'urlar arasida kam tepiladigan iqtidorliq jurnalistlardan biri bo'lib, 1950-yili Kucha nayisining Beshbag' yeza Bostan kentida tug'ilgan. 1968-yili Naylik 1-o'rta maktabni bitirib, 1972-yildan 1976-yilgacha Şinjan Universiteti Adabiyot fakultetida o'qigan. 1976-yildan 1984-yilgacha Şinjan Xalq radio stansiyasida muxbir, muharrir. 1985-yildan boshlab Şinjan madaniyati jurnalida mas'ul muharrir bo'lib ishlab, 2011-yili pensiyaga chiqqan. Pensiyaga chiqqandan keyin bir mezgil fan texnika nashriyotida taklif bilan ishlagan. Shundaqla toki Xitoy Uyg'ur xalqini keng ko'lamli tutqun qilg'uchi bo'lgan arliqda tafakkur jurnalini chiqargan. Jurnalist Qurban Mamut aka uzoq yillik jurnalistlik hayotida Uyg'urlarning milliy uyg'onishini izchil ravishda o'z xizmatining bosh nishoni qilib tiklagan. O'zi ishlayotgan Şinjan madaniyati jurnali toki shoir Bagmat Yusuf mas'ul muharrirlik vazifasini o'tagicha bo'lgan arliqcha Uyg'urlar to'g'riliq eng yangi, eng uchurchan va eng saviyalik maqola asarlar e'lon qilinadigan milliy mavjudlik jurnalimiz edi. Qurban Mamut jurnalga maqol tanlashdan tortib, maqolalardagi so'z, jumla, hatto imlog'icha o'zi bevosita qo'l tiqib ishlaydigan intayin astoydil jurnalist edi. U mas'ul muharrirlikni o'tagan Şinjan madaniyati jurnali qo'sh oylik jurnal bo'lib, Sharq Turkistonda nashr qilinadigan jurnallar orasida o'qirmanlari eng ko'p, o'qirmanlar qatlamining hammadan bak yoqtirishiga erishgan jurnal edi. Jurnal bir millat uchun ideologiya ishlab chiqaradigan zavoddir. Millatning engini chulg'ib olgan ideya kishanlarini pochaqlab tashlab, millatning tafakkurini kontrol qilib olgan ko'rinmas qor qo'llarni sundirib tashlashda durust niyat va to'g'ri ideologiya boshchiligida chiqarilgan jurnallarning millatga elib keladigan manfaati mislsiz bo'ladi. Zimin suvsizlikdan qag'jirab, chak-chak yerilib ketadi. Qalbmo ilm nuridan mahrum qalsa, suvsiz ziminga o'xshashla o'z funksiyasini yo'qotadi. İlimning nuri o'chgan har qanday jamiyatda insonning qalbi qop-qora qardab, tafakkuri bo'g'iladi. Insoniy his tuyg'ulari o'lib, fikr qilish qobiliyati palach holga tushib qoladi. Millatning manfaati uchun chiqariladigan jurnal otliq bu ideya zavodi mana shundaq ma'naviy yemirilishlarga da'vo bo'ladigan ilm tovarlarini xalqqa sunadi. İnsanı başlaydıqını ideologiya bo'lib, jurnal bir millatning ideologiya ambiridir. Tafakkur g'azinasidir. O'tmishini kuzatadigan teleskopi, kelgusini tasavvur qilishga hamdam bo'ladigan maslahatchisidir. O'z manfaati uchun xizmat qiladigan gazet jurnallar bo'lmagan millat nima degan baxtsiz a? Angliyada bundan 500 yil burunla gazetchilik harakati boshlanib bo'lgan. G'arb ellarda necha asrlar avval jurnal chiqarish har qaysi Yevropa millatlarining muhim ehtiyojiga aylanib ketgan edi. Bizning 100 yil burungi qop-qora zulmatda yashagan, yiroqni ko'rar otallarimizmi o'qish, yezishni umuman degidek bilmaydigan qavmimizning ma'naviyatini gazet jurnallar orqali yetaklashga sal qaramagan. Ikki jumhuriyatimizning qurilishi necha asrlab qorong'u zulmatda yashagan Sharq Turkiston xalqining birdak holda bu milliy davlatlarni qo'llashi
vatan millatining baxti uchun asli vaslini taqdim qiladigan qahramon qiz-yigitlarning o'ttirg'i sakrab tushishi qatorliq ijobiy hodislarni dal ularning ma'naviyatini yetaklagan 100 yil burunqi gez jurnallarning to'kpisidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Durust niyat va to'g'ri ideologiya asosida chiqariladigan jurnal millatning ma'naviy maktabi bo'lib, u xalqning engini, tafakkurini yetaklashdagi eng unumli vositadir. Ko'p mushaqqat ketmaydigan jurnaldan iborat bu vositadan unumlik foydalanolmaganlar yoki bu xil vositaning roliga sal qarag'anlar tarixda va kunimizda har qachon ong va raqobatda orqada qoldi va raqiblarga uttirvatdi. Bir millat uchun ma'naviy tayanch hisoblanadigan, millat uchun bo'lmaydigan qurollardan biri dal u millatning manfaati uchun xizmat qiladigan milliy jurnaldir. Bu nuqtalarni intayin yaxshi tushunib yetgan peshqadam jurnalist Qurban Mamut Şinjan madaniyati jurnalini qisqagina vaqt ichida tafakkur gulistoniga, milliy mavjudlik munbiriga, ma'naviyat buluqiga aylandira olgan edi. Uyg'urlarda 20 asrning oxirlaridan boshlangan milliy uyg'unish mujodilasida tinimsiz kurash qilgan va kurashning oldingi sepida o'rin olgan muhim shaxslardan biri dal Qurban Mamut edi. Xitoy razildir. U haqiqatni tonimaydi. Әмма оның көзі millatimiz арасында millatni yetaklayoladigan, uyg'otaoladigan, gezi kelsa qo'zg'ataoladigan vatanparvar insonlarni tonishda bakmi o'tkir. Millatning ma'naviyatini beyitib, tafakkurini etishdan boshqa xiyoli bo'lmagan, Xitoyning oldida hech bir jinoyati bo'lmagan jurnalist Qurban Mamut ko'plagan ilm arboblar qatorida 2018-yili 3-oyda Xitoy doiralari tarafidan jazo lageriga elib ketildi. Uningdan hozirgacha hech bir xabar yo'q. Öz xalq uchun ishlagan Uyg'urlarni Xitoy Uyg'urlarning qalbidan o'chirolmaydi. Ular millatning qahramonlari sifatida tarix batlariga yeziladi. ھېكمەتيار tayyorladi. Мәнбە ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 8 سانىدىن ئېلىندى.